Yurtimizda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 19-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan yig'ilishda ham aynan ushbu sohaning iqtisodiyotdagi o'rni va salohiyatini yanada yuksaltirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan edi. Shu o'rinda Toshkent shahridagi amaliy uchrashuvlar ham ushbu yo'nalishdagi ishlarning amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda. Toshkent shahar soliq boshqarmasi hamda elektron auksion tashkil etish aksiyadorlik jamiyati vakillari tomonidan Bektemir tumanida faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqot tarzida uchrashuv tashkil etildi. Unda biznesning iqtisodiyotdagi o'rni, yangi islohotlar va amalga oshirilayotgan soliq yangiliklari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Uchrashuvda tuman hokimligi hamda Toshkent shahar soliq boshqarmasining mas'ul rahbarlari so'zga chiqib, soliq qonunchiligidagi so'nggi yangiliklar va tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil to'xtalib o'tishdi. Mana bugun Toshkent shahar soliq boshqarmasining hamkorligida tadbirkorlar uchrashuvimizga ishtirok etamiz. Shu yerda Bektemir tuman tadbirkorlar yig'ilgan ekan. Ularga ma'lumotlar oxirgi chiqqan prezident farmoni asosida qarorlar haqida mohiyatini tushuntirildi. Berilgan savollarga javoblar berildi. Hozirgi kunga kelib Toshkent shahar Bektemir tumanida 22 ta tadbirkorlik va shaharsozlik uchun qurish uchun yerlar chiqarilgan platformamizda tadbirkorlarga shu ham aytib o'tildi. Ta'kidlash joizki, kichik va o'rta biznes mamlakatda ish o'rinlarini yaratish, investitsiya va innovatsiyalarni jalb etish, qo'shilgan qiymat hamda eksport hajmini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois ularning muammolarini yechimini topishga qaratilgan bunday muloqotlar kelgusida tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Shahzoda Saidaliyeva, Aziz Rayimboyev, Poytaxt.